Mana shu antigraviy sepayotganimizga bir ikki donami negativga o'xshagan gap bo'libdi. Qaranglar. Biz o'zimizcha yangilik qildik, zo'r chiqdi-da. Bu antigraviy. Bu antigraviy sepadigan haqiqiy o'ziniki. Biz bunda sepmadik. Kraska sepadigandan sepdik. Endi buni foydasini qaranglar. Mana u. Haqiqiy antigraviyda sepilgan o'zini idishida mana unda sepadiganimiz kattaroq bo'ladi. Chang bo'lgandan keyin mana joylarda qoladi. Mana artsangiz ham baribir ma'lum bir miqdorda oralarda qoladi. Bu katta chachadi. Mana fluzatorda sepsa kraska sepadiganda mana qolmaydi. Sizlar ham mana shunaqa qilib ko'ringlar. Ko'pchilik bilmabdi buni. Umuman uncha bilinmaydi. Bu aybni ham yo'qotadi, kraskani ham yaxshi ushlaydi menimcha. Bu ham bitta maslahat. Kraska sepadiganda sep ko'ringlar, o'zinglar ham bilasizlar xullas. Mana ataylab ho'llab kelib artyapman. Bilinmaydi bunda uncha. Bunda yiriroq turibdi.